Putinning mashinasi portlab ketdi va bu suiqasd ekani aytilmoqda. Esingizda bo'lsa kerak, Zelenskiy kuni kecha yaqinda Putin o'ladi degan fikrlarni bildirgandi va endi Putinga suiqasd uyushtirildi. Zelenskiyning o'sha jumlasi va Putin mashinasining portlab ketishi o'rtasida qanday bog'liqlik borligi noma'lum, lekin ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video izohlarda har turli sabablar ko'rsatilmoqda. Ular orasida Zelenskiyni aybdor qilayotganlar ham yo'q emas. Demak, mavzuga boshidan kelamiz. Moskva markazida Vladimir Putinning prezidentlik floti tarkibiga kiruvchi limuzin yonib ketgan. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari narxi $350 ming atrofida yonayotgan Aurus Senat avtomobilining virusli tasvirini tomosha qilishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, voqea Rossiyaning bosh razvedka boshqarmasi FSB shtab-kvartirasi yaqinida sodir bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqdagi bitta video akkauntda 1.7 milliondan ortiq ko'rilgani sababli yonayotgan mashina tasvirlari internetda tarqalib ketdi va ko'plab taxminlarga sabab bo'lmoqda. Yong'in sabablari ma'lum emas va mashina Putin tomonidan shaxsan foydalanilganmi yoki yo'q noma'lum. Biroq Rossiya rahbari suiqasd rejalari haqida paranoyani ko'rsatgani xabar qilingan. Mashinani kim ishlatgani aniq emas, biroq u Putinning prezidentlik mulkini boshqarish departamentiga tegishli ekani aytilmoqda. Putin hududdagi kanalizatsiya va o'zining xavfsizlik xodimlarini tekshirishni buyurgan. Internetdagi ba'zi foydalanuvchilar shu hafta boshida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning janob Putin tez orada o'lishi haqida aytgan izohlar o'rtasida taxminlar paydo bo'ldi. Sharh atrofidagi kengroq kontekst janob Putinning sog'lig'ining yomonligi haqida edi. 2025-yil boshida Rossiya rasmiylari janob Putinning hayotiga har qanday suiqasd yadroviy javob bilan kutilishi haqida ogohlantirgandi. Rossiya parlament palatasi spikeri Vladimir Putinga suiqasd fitnasi uni jinoyat, global xavfsizlikka jiddiy tahdid, yadro urushiga to'g'ridan-to'g'ri yo'l sifatida muhokama qilinishini ta'kidlagandi. Prezident Putin deyarli faqat Aurus mashinalaridan qiymati $350 ming dan ortiq bo'lgan Rossiyada ishlab chiqarilgan avtomobillardan foydalanadi. Mashina dizayni juda sirli, ammo ajoyib xavfsizlik choralariga ega ekanligi aytilmoqda. Undan tashqari eslatib o'tamiz, 1,5 oy avval Putin uchun yangi avtomobil versiyasi ishlab chiqarilgandi va unda Putin umuman zarar ko'rmasligi ommaga e'lon qilingandi. Himoyalangan avtomobillar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Rida Tuning kompaniyasi Aurus Komendant avtomobilining uzun zirhli versiyasini taqdim etdi. Avtomobil Aurus kompaniyasi bilan birgalikda ishlab chiqilgan. Uzaytirilgan Aurus Komendant standarti bilan solishtirganda 500 mm ga uzunroq. U portlashga chidamli zirhli kapsula hamda qalinligi 7 mm bo'lgan zirhli po'lat, shuningdek qalinligi 50 mm bo'lgan zirhli oynalar bilan jihozlangan. Avtomobil avtomat va snayper o'qlariga bardosh bera oladi. Himoya sinfi B6, B7. Shuningdek, o'q tanlamas maxsus g'ildiraklar bilan ham jihozlangan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin maxsus garajida 15 tagacha o'q o'tkazmaydigan premium toifadagi avtomobillar borligi ma'lum. Avvalroq Rossiya davlat kortejida o'q o'tkazmaydigan Mercedes-Benz S600 Pullman avtomobillari bo'lgandi. Shuncha harakatlar qilinsa ham baribir limuzinda portlash sodir bo'ldi. Har turli muammolarga sabab bo'layotgan bu portlash haqida siz ham o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring.